Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kech. Bugun 28-aprel 4-oy 2026-yil. Hozir soat 19:00. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bu 3-video bo'ladi bugungi sana bo'yicha. Sizni qilayotgan ishlaringizni ko'proq aytishga majburman. Chunki bilasizmi, Xitoy jang san'atida ajdarxoni juda yuksak baholaydi va ko'p o'sha nom ishlatiladi. Ajdarxoni boshi qayerga borsa, dumi ham o'sha yoqqa boradi. Bu mantiqiy tushuntirishlar yo'lida. Aslida bu hurmatsizlik yo'lida emas. Bu tushuntirishda odam har qanaqa fikrda aytishga haqli, faqat to'g'ridan to'g'ri bunaqa so'zlar bilan bir-birini ifoda etishi bu mumkin emas. YouTube'da lekin ko'ryapman, masalan, Rasul Kusherboyevga Alisher Qodirov nima deganliklarini. Umuman o'shanda hurmat qildimi Alisher Qodirov Rasul Kusherboyevni? Mayli. U masala turaversin, menga aloqasi yo'q, lekin ko'rganim sizga eslatib o'tyapman. Men Konstitutsiyamizning shu 60-moddasiga amal qilmayotganliklaringizni ko'ryapman. Birinchi o'rinda men doim Konstitutsiyaning 60-moddasini men nazarda tutaman. Menga qanday muomala qilishsa, o'sha qonunga qanchalik amal qilgan qilmaganligini men darrov ongimga zapisga saqlab qo'yaman. Mana Chinoz tumani ichki ishlar boshqarmasida yangi ichki ishlar boshlig'i keldi va uning xatlarni olib qolish bo'limi xodimi, militsiya xodimi kecha mana shu 14-aprel 15-apreldami 2026-yili ariza berganimda ham yoqimsiz gaplar aytdi. Haqoratomuz so'zlar ishlabdi. Menga bo'lmasa ham, bir boshqaga bo'lsa ham meni oldimda. Va keyingi borganimda telefon qilib chaqirdi. Asli xatni menga bermasdan uni pochta orqali jo'natishlari kerak edi. Bular nima uchun chaqirdi va nima uchun bunday qildi bilmadim. Bular meni tekshirib ko'rdimi, qo'rqitib ko'rdimi bilmadim. Asli men Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. To'g'risini aytib, bu любой boshqarmadan men qo'rqmayman. Nari borsa jinxonaga tiqadi, nari borsa qamoqxonaga tiqadi. Agar Alloh bahsotim bitgan bo'lsa o'ldirib yuboradi ular. Lekin o'lim bir marta keladi. Lekin bu dunyoda qo'li xon bo'lganda, bu dunyoda jinoyatga qo'l urganda, bu dunyo javob berishga to'g'ri keladi. Buni yaxshi bilasiz. Men shuning uchun o'limdan qo'rqmaganman, sizdan qo'rqamanmi? Men faqat Allohdan qo'rqaman. Chunki o'lim baribir oldimizdan chiqadi. Sizlar ham o'lim oldingizdan chiqadi. Sizlar ham o'lib ketasizlar hali. Chunki bu dunyoda hech kim o'lmaydi, o'lmay qolmaydi deganim. Men ham bu dunyodan hali ketaman. Kim qoladi aytingchi? Sizlar shu 5 kunlik dunyoda shu 5 kunlik amal lavozimlar bilan to'g'ri amal emas, noto'g'ri amal qilib kelayotganliklaringiz, ishlaringizga, qonunlarga, shariatga, vijdonga, mantiqqa, sovuqqonlik bilan teskari, noto'g'ri ishlab olib borayotgan ishlaringizni ko'rib kelyapman. Siz aytasiz, tashqi ichki opozitsiyamizni to'g'rilash kerak deb video zapisingizni ko'rdim o'shanda Telegramda. Siz avval ichki opozitsiyamizni, ichki hayotimizni, ichki tizimni to'g'rilasangiz bo'lmaydimi? Konstitutsiyada hamda kodekslarda bir-biriga qarama-qarshi moddalar bor. Ana bu ichki byuro qaror farmonlarida-ku aytmasa ham bo'ladi. Eng qizig'i shuki, любой boshqarmaga kelayotganingizda sudmi, prokurormi, ichki ishlarmi farqi yo'q. Qaysiga, hatto glavrashga kirsangiz ham shunaqa, hatto hokimga kirsangiz ham bir marta eshitdim, kotibi shunaqa telefon topshir deydi. Nima shunda ular o'zlarini men shaxsiy mulkimga o'z xohishicha egalik qilmoqchimda noqonuniy. Birinchidan, ular o'zi biladi diktofonni yoqib olishimni. U menga kerak, chunki menga daxldor vaziyat, birovga daxldor narsa emas. Menga daxldor vaziyatda boshqani qabul qildim, telefonda gaplashdim, boshqa ish qildimmi, u menga ne kasaysa, chunki men o'tiribmanmi, men chaqirdimmi, men kirdimmi navbat bilan. Всё, u meni уже qabul qilish kerak. Yo'q, bu joyda shunaqa ishlar bo'ladiki, o'sha 2013-yili 17-19 avgust kuni o'sha notariusda notarius
Gulnur Xatamovna o'sha nima qilding? Navbatimiz turgan joyda xohlagan odam eshik ochiq kirib kelib, menga ana Yelenaxaga gapirib yotibdi. Man nima qilsam bo'ladimi? Dadam mazasi yo'q edi, 2 kundan beri poyezdga kelayotganda ichi kelmayapti dedim. Ichi ketyapti. Bir narsa deydi, o'rishcha yaxshi tushunmasdim u paytda. Zapsda bor, hammasi xullas. Men gapiga javob bermadim. Chunki bizga bitib turgandi. Lekin o'sha joyda men bir narsani ko'rdim. Hozir tushundim-da endi. O'shanda zapsni qayta-qayta eshitdim, mana shu kungacha qonunlar o'rgangandan keyin tushundim. O'sha Gulnur Xatamova 17-avgust 8-oy 2013-yili O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 52-moddasining 2-bandiga zid ravishda bizga doверенность bergan ekan va bizdan pul talab qilgan ekan. Aslida u joyda biz press-kurant bilan ta'rif so'rashimiz kerak ekan. Biz unga tushuntira olmaganmiz. Chunki u paytda bizda o'quvsizlik, malakasizlik, qonun bilmaslik, huquqimizga tushunmasligimiz bo'lgan. Lekin fuqaroni endi muhimi biz u yerda ular aytgan janjalni qilmaganmiz, ularni urib bir haqoratlab, bir baqir-chaqir qilmaganmiz. Faqat tushuntirishlar, sal ovoz baland ketsa, tushuntirib gapirishlar bo'lgan xolos. U yerda zapsni eshitgan любой vijdonli odam to'g'ri hal qiladi. Vijdonsizlar esa to'g'ri hal qilmaydi. Xullas, o'sha zapsda hammasi turibdi. O'sha notarius Gulnur esimdan chiqib turibdi. Gulnur Xatamova Farhodovna. Gulnur Xatamova Farhodovna qarangki, FPKning 52-moddasining 2-bandiga zid ravishda doверенность berib bizdan pul talab qilgan. Avvalambor u ish joyiga kech kelgan. Biz soat 6da borib navbatimizni olib, ikkinchi navbatga elinganmiz. Va o'z navbatimizdan kirgan joyimizda g'ala-g'ovur, janjal bo'lish hammasi. Yo'q, fuqaroga borku, biz aytib turibmiz. Qancha pul to'lashimizni ko'rsatib ber degan masalada gaplar aytib turibmiz. U shunda tushunish kerak, aqlli odam, vijdonli odam, o'z vazifasini biladigan odam bo'lsa. Press-kurant bilan tarifni ko'rsatish kerak. Qanchalik pul to'ladi? U bizga qaysidir kodeksni yoki qaysidir kitobni 69-moddasini adashmasam ko'rsatyapti-da. Va o'sha kitobni bizga hadya qilyapti. Endi o'ylab ko'ring vaziyatlarni. Kim asabiylashyapti va o'sha joyda bizga aytayapti, nima butun Chinoz ahli menga qarshi bo'lib kelganmi kechadan beri deydi. Men aytayapman, kechirasiz, men bugun kelib turibman dedim. Uzr deydi. Keyin kechirim so'rayapti. Yo'q, bu Gulnur Xatam, bu Gulnur ismli bu ayol kishi vatandoshimiz. Bizni noto'g'ri qabul qilganligi o'sha zapsda boshidan oxirigacha turibdi va u shunaqa tuhmatlar qilyapti. Meni ishlashimga yo'l qo'ymadi deyapti. Men navbat bilan kirsam, qo'pol aytganda, katta xolasinikiga u ishlaydimi? Navbat bizga turibdi-ku, biz hurmat bilan ruxsat so'rab kirganman. Ruxsat so'rab gaplarga qo'shilganman. Va oxir ularda aql ishlab qoldi-da, siz kerak yo'q, chiqib ketingiz, doверенность bergan siz emas dedi. Men o'sha yerda o'sha notariusda ismi shariflarni danisini to'liq olib chiqib ketdim yozib. Bo'ldi, mana yaxshi masala. Ana ayol chiqqandan keyin menga hujum qildi. Har qanaqa haqoratom so'zlar bilan. Men endi shu yerda ursam borki, amonda ishlaganman, sportsmenman, hali ham baquvvatman. Hali ham uchinchasini jag'ini ayiraman, lekin Allohdan qo'rqaman, qonunga bo'ysunaman. Birovni urib sudga borguncha, birovdan kalta yeb sudga borganim yaxshi. Nega? Zamon shunaqa bo'lib qoldi. Oldingi erkakchilik davri o'tib ketdi hozir. Oldin edi u. Soyuz davrida. Ursa, ishsa, nima qilsa hamma joyida qolib ketardi. Bir chiqib qolmasa. Xullas, ayol kishi ko'zim ko'rdi, videosi ham bor, rasmi ham bor. Ko'zim ko'kartirdi. Yana boshqa holat bakalaj qilyapti. Men ko'rib turibman u shallaqalik qilayotganligini. Xullas kalam, men o'sha notariusning noto'g'ri faoliyati bilan qarangki, jinoyatchi deb amnistiya ilinib va men tamg'alandim. Nomim qoralandi. O'sha kundan men tushundim, o'sha 2013-yil 17-19-avgustdagi holat kelasi yilning 4-aprel 4-oy 2014-yilda menga nisbatan sud bilan amnistiya bilan ish yopildi. Advokatni zapsni eshitgan yo'q, men tushunmaganman, aqlim bo'lmagan. Yetmagan, hozir aqlim bo'lganda advokatga niqtab bo'lsam eshittirardim agar. Advokatim eshitmadi, eshitib ko'rinsam, yo'q kerak emas, men ishingizni hal qilib beraman dedi. Amnistiya ilintirib beraman dedi. Amnistiyalikni men tushunmaganman, qarang, soddaligim. Shu bilan keyin bu ish menga ag'darilganidan keyin men tushundim, o'sha sud qarorini olgandan keyin
man non boqlashim kerak. O'sha kundan keyin kurashni boshladim. Qarangki, 28 avgust 2014-yili Yalama chegara posti Tamojinda boshxonada mani 10 sutkaga tuhmat bilan tiqib yubordi. Biling, bular birgalikda qilyapti hammasi. Chunki men kurashni boshlaganimni ular tushunishdi. Undan keyin juda ko'p, xullas, uni hammasini tushuntirsam hozir vaqt yetmay qolar ekan. 10 minut 26 sekund bo'ldi mana. 4 minut vaqtim qoldi u yoq bu yog'i. 3-chi zapisimda bu murojaatim. Xullas, men hammasini ko'rib kelyapman-da. Endi biz siz aytgandek o'sha prezident devonxonasiga yetib bordikmi? Tumanda, viloyatda to'g'ri hal bo'lmadimi barcha murojaatlarimiz? Sizlar qayerga qarayapsizlar? Shaxsan sizni ko'rsatishga majburman. Meni xafa bo'lmang. Bu dunyoda meni xafa bo'lsangiz ham, xafa bo'lmasangiz ham, men baribir murojaat qilaman. Non boqlashim kerak. Menga nisbatan bo'lgan barcha va haqiqatlar fosh bo'lishi kerak. Bilasizmi, qanchalik moddiy munosabatlarga ko'ra qanchalik umrim ketdi, qancha sog'lig'im ketdi meni. Hozir endi mana shu ahvolda sahri bo'lib o'tiribman. Meni o'rnim boshqa odam bo'lganda joniga qasd qilardi yoki birov joniga qasd qilardi. Yo, Allohga shukr deyman. Men tuhmat bilan qamaldim deyman. Allohga shukr deyman. Men deyman boshqa o'sha jonimga qasd qilmayman deyman. Lekin kim nima qilishini vaqt ko'rsatadi. Bu ketishda men murojaatlarim borgan sari jiddiylashib boraveradi endi. Bu ketishda kimdir nimadir qilishini vaqt ko'rsatadi qani menga. Agar meni o'ldirib yuborish sizlarga nasib qilgan bo'lsa, o'ldirib yuborsalaringiz, o'ligim ham sizlarga yuk bo'ladi hali. Bu dunyo u dunyo. Lekin sizlardan shuni iltimos qilaman. Iltimos, qonunan, bu qonunlar qo'pol aytganda adolatli emas. Men tushuntirib aytay, qisqa qilib, hammasi yo'l bezatimizga ko'p vaqt keladi. Qonunan, adolatli qonunan, vijdonan, shariatan, mantiqan to'g'ri hal qiling, bo'ldi, gap yo'q. Menga boshqasi kerak emas. Va bundan buyog'iga o'z huquqimni talab qilaman. Nega? Kun sayin qarorlar, buyruqlar, farmonlar chiqib ketyapti. Fuqarolarning manfaatlariga emas, amaldorlarning manfaatiga, davlatning manfaatiga emas, va amaldorlarning manfaatiga ketyapti hammasi. Buni isbotla desangiz, men bilan premium televideniyada efirda gaplashingda, men juda ko'p narsani fosh qilib beraman. Men hozir shunaqa inson bo'ldim. Mana shu sizlar, mana shu hozir sizni ham ko'rsatishga to'g'ri keladi. Siz va xodimalaringiz O'zbekistonda menga ro'para kelganlar. Hammalaringiz so'zlaringizga, ko'zlaringizga qilayotgan ishlaringizni qarab o'rgandim men уже. Avvalgi huquqimni undan so'rab, bundan so'rab advokatga borib, bundan qilib yurdim. Qarasam, adashgan ekanman. U prokurorga ishonib, advokatga ishonib, yoki sudyaga ishonib, militsiyaga ishonib, hattoki sizga ham ishonib bo'lmas ekan. Nega? Siz o'zingiz konstitutsiyani yangiladingizda va bunga amal qilmayapsiz. Bo'ysunmayapsiz. Bizlar bo'ysunib kurashib kelyapmiz. Kecha yaqinda Rasul Kusherbayev videosini ko'rib qoldim, ukamni, vatandoshimni. Konstitutsiyaga ishonib kurashyapti, harakat qilyapti deydi. Bilasizmi, agar bu adolatli qonun bo'lganida Qur'on kabi har yil almashmaydigan yoki bitta chiqdimi o'sha bo'yi qoladigan, umrbod qoladigan, oxiratgacha qoladigan qonun bo'lganida men ishonardim. Avvalambor bu ishlamagandan keyin men bu nimasiga ishonaman? Faqat sizlar mana shu qonun bilan ro'kach qilib bizlarga ustimizga ag'darib mana shu qonunni yuklab qo'ydinglarmi? Men shu qonun asosida sizga murojaat qilaman. Boshqa variant yo'q. O'zim qonun chiqaraymi hozir? Men Qur'onga Alloh yaratgan tushuntirishlar bilan ishonaman. Lekin mana bu qonunga amal qilmasalaringiz va bu hammasi bizning manfaatga emas, bu sizlarning manfaatingizga, davlat manfaatiga emas, sizlarning manfaatingizga foyda keltirsa, biling men nima qilishim kerak. So'zlarim to'g'ri tushuning. Insonmiz, hayvon emas. Aqlan, vijdonan qonunni to'g'ri ishlashimiz kerak. Iloji ko'rishni zavqda olib borishim kerak ekan.